Bu avtokranimizning salon qismidan hali zavodni hidi ketishga ulgurmagan, ko'rishingiz mumkin. Yangi toshi 24 tonnalik bo'lgan 100 tonnalik Zoomlion avtokranimiz. Umumiy bomning chiqish qatori 5 ta, uzunligi esa 61 metrni, go'sok bilan hisoblaganda esa 88 metrni tashkil etadi. Bu avtokranimizning umumiy og'irligi 50 tonnani va motorning hajmi esa 316 kilovatni, ot kuchiga aylantirsak esa 400 dan oshiq ot kuchini hamda maksimal tezligi 89. Dizelning bakining hajmi esa 42 litrni tashkil etadi. Bu avtokranimizning salon qismidan hali zavodni hidi ketishga ulgurmagan, ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa elektron tarzda, umuman shofyor uchun juda ham qulay. Undan tashqari bu yerda naborlari joylashgan, aynan Zoomlion ofitsialniy zavodining o'zidan beriladigan naborlar. O'zbekistondagi eng ishonchli diler sifatida esa bemalol Grand Truck kompaniyasiga ishonch bildirishingiz mumkin. Siz ham shu kabi avtokranlar bilan o'z biznesingizni, daromadini oshirmoqchi bo'lsangiz yoki xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi nomerlarga tezroq aloqaga chiqing.